Boshlang'ich to'lovi 3000 AQSh dollari bo'lgan Hyundai Sonatamiz bor. Mashinamiz holatlari ideal. 4 ta yangi yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Komfortiga keladigan bo'lsak, beskilchoy dostop, kattagina panorama lyuk. Salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Saloni anchagina komforti bor ekan. Tak, multimedia rul, cruise control, двухзонный klimat kontrol, беспроводная зарядка, knopkali скорость, parktronik. To'liq rejimda ishlaydi mashinamiz. Sport, komfort, Eco Smart. 88500 km yurgan. Zavodskoy pardalarda. Orqaga yurgan paytda o'zi avtomatik tushib chiqadi. Mashinamizning holati ideal. Ko'rsanglar bo'ladi. Elektronli sidena, abagrev sidena. Orqalarida ham bor abagrevlari. Hamda shtorkalari zavodskoy. Mashinamizda 4-pokoleniya propan gazli ham ustanovka qilib qo'yilgan. Olib minishga tayyor. Zapaskani o'rniga qo'yilgan. Bagajda kattagina joy ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi holatini. Holati olov bo'lib turibdi. Mana shu orqa eshigini pastida 2 qarich pitnosi bor. Qolgan joylari top-toza. Mashinamizning tan narxi naqdga 22500 AQSh dollari. Avtokreditga bitta pasport evaziga hamma dokument rasxodlari ichida 3000 AQSh dollari bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 8 600 mingdan chiqadi. Murojaat uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yana ham batafsil ma'lumot beramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz shaharda joylashgan.